Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarning 8 senatori, respublikachi va demokrat arboblar immigratsiya sohasini isloh qilish uchun mukammal qonun loyihasi ishlab chiqdi. Hujjat qabul qilinsa, mamlakatda noqonuniy ravishda yashayotgan 11 milliondan ortiq muhojir kelajakda Amerika fuqaroligini olishi mumkin. Meksika bilan chegarada xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Qonuniy immigratsiya jarayonini tezlatish uchun yangi viza tizimi joriy etiladi. Nasl nasabi kubalik senator Marco Rubio immigratsiyaga doir qonun loyihasini olqishlab, u millionlab noqonuniy immigrantlarga yangi hayot boshlash imkonini beradi deb aytdi. Birinchi navbatda bu bizga qonuniy migratsiya tizimini zamonaviylashtirish imkonini beradi. Dunyodagi eng iqtidorli odamlarni jalb etib, mamlakatdagilarga shu yerda qolishga yordam beradi. Rubio masalaning ko'rib chiqilishi va ikki partiyaning murosiga erishishida asosiy rol o'ynagan arboblardan. Loyihaga ko'ra noqonuniy muhojirlar jarima va Amerikada yashagan davr uchun barcha soliqlarni to'lashi, ingliz tilini o'rganishi kerak. Shunda 13 yildan keyin fuqaro maqomini olish huquqiga ega bo'ladi. Qonunchilar uzoq kelajakda doimiy yashash huquqini oilaviy ravishda emas, arizachining ma'lumoti, ish tajribasi va boshqa malakalariga qarab alohida berishni ko'zda tutadi. Demokratlardan senat a'zosi Charles Schumer hozirgi qonunlar AQSh iqtisodi uchun zararli ekanini aytdi. Minglab ish joylari yarata oladigan ayrim odamlarni Amerikaga kiritmasdan, boshqalarning chegaradan noqonuniy ravishda o'tib ishga o'rnashishiga imkon yaratyapmiz. Biroq yangi qonun loyihasiga qarshi chiqayotganlar ham yo'q emas. Masalan, Kongressga Pensilvaniya shtatidan a'zo respublikachi Lou Barletta. We have our immigration laws for two reasons. Immigratsiya qonunlari ikki maqsadni ko'zlaydi. Milliy xavfsizlikni kafolatlash va Amerikada ish o'rinlarini himoya qilishni. Senatdagi 8likning taklifi har ikkala tamoyilga ziddir. 22 million amerikalik ish topolmay turgan bir paytda bu guruh muhojirlarga ish bermoqchi. Chegaralarimizni zaiflashtirmoqchi. Butun mamlakatdan yig'ilgan yosh immigrantlarning katta guruhi Washingtonda Kapitoliy oldida namoyish uyushtirdi. Ular mukammal immigratsiya islohotiga tayyor ekanini aytadi. Steven Cruz ulardan biri, Kaliforniyadan kelgan. Men Amerikada tug'ilganman, lekin ota-onam muhojir. Ayrim qarindoshlarim deportatsiya qilingan. Bu masala men uchun juda muhim. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.